Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Navbatdagi universal drayverkamiz bitdi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar. Universal alumin 3 kilovatli motor. Narxi 2.300.000 so'm. Dastavkasi viloyat markazigacha bepul. Hozir bu Jizzaxga chiqib ketyapti. Hop, klientimiz nomerlari 1883. Hozir chiqarib ko'rsatamiz. Somon. Bunda 3 xil setkasi bo'ladi. Buni 1.5li kishi kepak qilib beradigan, bu yorma qiladigan, don tushadigan. Hop, pichog'imiz 12 tali, o'sha o'zi tortib olib kirib ketadigan xavfsiz drabilka. Oldi mana setka almashtiradigan oshiq-moshiq. Orqasi kruchoklik. Nimalarimiz voltmetrlari bor. Motorlarimiz endi hozir strechda ko'rinyapti, mana voltmetr. Hozir bir hasha chiqarib ozgina ko'ramiz. Mana urgich o'tdan ham mayda, urib izib haydalaverdi, bemalol mol qo'yga bersa bo'laveradi. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring, qo'l bilan bosmadim. Mana shu bunkeri 150 diametr bo'ladi. Ana shunga yarasha hashiga tashab tursalar, o'zi tortib olib kirib ketaveradi. Qo'l bilan bosish shart emas. Mana balansirovkalari ham joyida. Hop, mana hozir balansirovkasini ham ko'ramiz. Oyoqlari qimillagan yo'q. Ko'rdilar, balansirovkalari ham joyida, vibratsiyalar yo'q. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz mana 2.300.000 so'm 3 kilovatli alumin motor.